Hammaga salom aziz obunachilar. Bugun men Hakkerer 777. Bugun biz yana shu videoning ikkinchi qismini olamiz. Javlon O'zbek Pro salomlashib. Yo'q, hammaga salom obunachilar. Bugun men sizlar bilan Javlon O'zbek Pro. Bugun bizda esa nima jigitlar haydab o'rishdi. Birinchi qismda bilasizlar, o'sha hozir biz boshqa qishloqqa ketamiz, ko'ryapsizlar, uzoqda. Qani? Mayli, do'stlar, hammaga salom. Mayli do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan men Sirkfoyeva. Bugungi videoda bizda jitlar haydab borishadi. Birinchi qismni ko'rmagan bo'lsalaring, ko'ringlar. Ikkinchi qism hozir yechyapmiz. Mayli do'stlar, ketdi. Do'stlar ketdi. Mana u qishloqqa boraylik. Menda hamma narsalarni bo'lganmi? Qishloqqa ketamiz. Yangi qishloq bor ekan. O'sha yerga boraylikchi birinchi. Qishloqqa bizga qabul kerakmi? Etta biz haqida hech kim bilmasa kerak. Aqa boramiz. Aytgancha qo'shni qishloqqa kimdir o'tib ketyapti deydi. Mashina qilmaydi. Videoga qulayaptimi? Asta-sekin qaranglar. Bitta sindirib ko'ramiz bo'ldi. Do'stlar, Javlon qanisan? Keraklar salom olayapman. Biz ketib oldik qishloqdami? Men bilaman. Men o'zimiz joyga boraman. Yo'q, hozir borma. Ular bizga ishlov o'rgan. Ko'rib qolsa endi ham yomon bo'ladi. Buncha bitta jitlar ko'p ekan. Qarash, hali yetib olmasdan qarasangiz jitlar вообще ko'p. Uyga sig'admikan? Bitta qishloq ko'p ekan. Balon tanlaylikmi? Oyog'i kichkina ekan. Mana katta uy ekan. Menga bitta ovqat berordi, stekdan. Kelmasa. Javlon islom qani? Kimga stek beraman deydi. Manda 64 ta stek 64. Manda 64 ta stek. Bla, menga aytmayman bla. Yoki kompot uyida ko'p narsalar bor ekan. Narsalar ko'p ekan kompot uyida. Temir bor ekan, oltin bor ekan. Oltin bor ekan. Sandiqda olaylik, ana uyimizga qo'yib turamiz. Qochdikmi? Uyimizni tashlab yubordik biz. Uyimizga qaytamiz. Berordi stekdan. Hozir 2 tani, 3 tani sotaman. Men senga 5 ta. 5 stek ber. 5 ta berdim. 5 ta bermading. 5 ta qo'yib qo'ydim sandiqqa. Kimga stek beraman? Sandiqqa qo'yib qo'ydim 5 ta. Berib oldim menga, Javlon. Next stek kerakmi? Mana 59 ta stek. Ikkita stek. Men bo'lmasa eski devorga borib narsalar. Yo'q, to'xtab tur. Aqa borma. Ular bizni tashlashgan borma, aqa. Men qarshiman. Qo'yinglar. Qanday qilasan? Bilishmasan maqasan. Nechun Islom, aqa borma. Atta meni sirli narsalarim bor. Yo'q. Aqa borma, to'xta, sen ko'rib qolishadi. Ketdi. O'zro obunachilar meni to'xtatishga sal qoldi. Yangi narsalar o'rnatib tashlab qo'ying. O'shada. Kameralar. So'rab ko'raylik jitlardan. Nima edi? Hozir yordam beramiz. Inarga qishloqqa zombilar kelyaptimi? yaxshi bo'p. Bo'ldi, o'ldirishga. Yordam beramiz. Mayli. Qaysi qishloq? Uni yonidagi qishloqmi? Qishlog'imi? Bo'ldi, jitil. Sizlarga ham, aniq qishloqqa ham yordam berishga harakat qilamiz.
Al qishloqqa endi yordam bermasak, sizlarga yordam berib turamiz. Qaqab. Zombilar kechqurun keladimi yo hozir keladimi? So'rab ko'ray. Menimcha kechqurun kelar. Mana kechqurun keladi. Qachon kelishadilar? Tushunarli. Men Jitiringa aytib qo'y, meni uravermasin, tushundingmi? Uramadi-yu sen. Bu yerda nechta mer bor o'zi? 10 mingtadan ortiq u. Bitta ishlaydiganlar ham bor. Sen haqiqiymisan? Urma ularni. Nima qilyapsan? Urma. O'zingni o'ldiryapsan bilsang. Kaktoslarni olib tasha. Qo'yma, hozir yana bo'lasan. Sizlarni qishloqqa haydab yuborishdimi? Ha, haydab olishadi. Shunaqadir ketdilar. Biz ijtimoiy qilmoqdik, qarasak haydab yuborishdi. Keyin bitta do'stimiz o'ldirib qo'ydi bittasini. Keyin undan ham battarroq bo'ldi. O'ldirib qo'ydimi? Ha, o'ldirib qo'ydi. O'lsa ham men. O'shada hacker error 777. Hero birinchi vaqtida. Kim olma kerak. Menga. Birinchi yarimtalik. Menga birinchi beradi. Men birinchi aytdim-ku, Men birinchi aytdim. Men birinchi aytdim. Men avvalda menga beryapti. Hech kim boshlab olgan o'shani. Menga o'tmadi hali. Men oldim. Menga 5 ta ber, hech Hop. 16 ta beraman. Ishga menda 2 ta stok. Ikkita stakmi? Yo'q, sandiqda ekan. Men senga. Bittasi meniki. Yo'q. 64 ta. Qorong'i tushishni boshlayapti, boramizmi? qani? Hozir yana Sandiqdami? Sandiqda 8 ta qo'yib qo'ydim sen uchun. Bo'l, qara, ke. Eshik quraylik, hozir kichkina zombi bizni uyimizga kirib o'ldirib ketmasin. Menlar yo'qyapti. Zombilar keladigan mahal bo'lyapti. Ha, rostdan. Do'stlar, yomg'ir boshlandi. Boshqa qishloqda bo'ladi. Ketdi, hozir boshlanib bo'ladi. Qattiqlar, adad qilmasam bo'ldi. Qanisan javlon? Ana javlon ketyapti. Kirdamiz. tayyorlaringlar. Mana men ketdik. Rostdan uyimizga borib, ana qishlog'imizga borib olsak, esanami? Keyin bizdan kechirim so'rashsin. Keyin bizdan iltimos kechiringlar, bizni qaytinglar deyshadi. Ana uyimiz qaytdi. Ketdik. Bo'lish tez. Hozir rostdan o'ldirib bo'lgan bo'lsa-chi hammasini. Nechtadir bittami, ikkitami? Mana. Hamma o'z qilichini oldimi? Ha, bo'lganman. Jalol sendan o'tib ketdimi? Hatcha sen mendan bir eding. Ochmasin. Mana, ijin zombilardi. Ijin. Menda ham bo'lyapti. O'ldirdim bittasini. Ikkinchisini ham o'ldirdim. Qornim ochilib ketdi. Kichkina zombi o'lmasam bo'ldi. Kichkina zombi o'ldi. Voy, kichkina zombi yomon. Iyice zombilar. Bittasi. Bo'ldi, o'ldirib oldim. Uramiz. Shu ko'patgan. Qaralar. Qopqon
To'polga tushib qoldi. Qanaqadir jitellar unaqa qoldi. Ana jitel tomga chiqyapti. Qaranglar, to'polga tushib qoldi. Yaxshi mana joy bor ekan. Do'stlar, menga to'pol tashlayapti. Manga o'ldirmasa. Do'stlar, yordam beringlar. Do'mlar вообще ko'p tushib ketdi aql. Hozir tar borishadi mana o'sha yoqqa. Birda biz zamonda xatirni yapamiz. Bo'ldi. Bu yerda suvda ham ko'p ekan. O'lsin. Это жительlar zombilar ham bor ekan. Qanaqadirlari zombi bo'pti. Kichkina zombi qochish, hozir o'ldirib qo'yishi mumkin. Ashya kuchlida shuni o'ldirib qo'ymaydi. Volaylik. Yo'q. Javlon baqaka zombilarni qo'plagan. Ketdi bo'ldi. Jahon urushi mas'uliyatlariga kirib ketdim. Kristaga o'xshab hammasini o'ldirib chiqdi. Bitta zombi qoldi. Rostdan. Zombilarni o'ldiramiz desak san. Jitillar tushoringlar. Bo'ldi, o'ldirdik. O'ldirdik shekilli hammasini. Bitta tirik qolgan. Keman. Endi biz betga ko'chish kelamiz, jitillar. Çüş jitel bo'ldi. Sırası. Mayli, xayrlashib olaylik. Mayli do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men Sirkva edim va Javon O'zbek Pro va Hacker Hero 77 edi. Mayli do'stlar. Bugun men sizlar bilan Javon O'zbek Pro edim va Sirkva Hacker Hero 777. Shu Sirkva Pro'da mana sizlarga yoqqan bo'lsa video obuna bo'lishga saylan chiqarmanglar. Do'stlar, like va obuna bo'linglar. Jangga tugatdik, jangda. Yakuniy qism. Jangimiz yoqqan Bo'ldi do'stlar, hammaga xayr. Obuna va like bo'lish eslaringizdan chiqmasin. Xayr.